Moderoldagi yana bir yangi obyektimizga kelganmiz. Shifr yopish narxi qanchaga tushganini sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz sizga hammasini hisoblab tayyorlab chiqarib beramiz. Xo'p, bu shifrni qilgan ustamiz o'zimiz Rizobay kompaniyamizning eng lider ustalaridan Erkinboy aka. Moderoldning eng yaxshi, eng lider ustalaridan. Hop, biz Rizobaydan kelgan materiallarimiz bo'yicha Strapila 6 metrlik, 10 turga 3,5. Aha, 60 ta. 60 ta 6 metrlik. 6 metr. 40 ta 4 metrlik. Bu ham 10 turga 3,5 dan, ha? Rekamiz 800 metr ketgan. 800 metr. Shifr 224 ta. Aha. Kanyoh bilan latok 100 metrdan. Hop, shifr yopish narxlari qanchadan? Bitta shifr yopish O'rtacha narxi примерно 45 ming 50 ming atrofida. 45 ming 50 ming. Latok kanyok, Latok kanyohlar 20 mingdan. ular отдельно hisoblanadi, Отдельно ular hisoblanadi. 20 mingdan. Reykalarimiz o'sha shifr reykalarimiz Rizobay kompaniyasi sotilyap turgan reykalarimiz 30 ga 45 reykalarimiz. Qo'llikka ham, shifr tagiga ham hammasiga shundan ketgan. Bir xil razmerda. Hammasining narxi bor. Agarda sizga batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiring. Biz sizga batafsil ma'lumot qilib, hammasini jamlab chiqarib beramiz. Agarda usta kerak bo'ladigan bo'lsa, Rizobay kompaniyasiga aloqaga chiqing, mana shu nomerlarda. Sizga usta kerak bo'lsa ham yoki ustaga ish kerak bo'lsa ham biz topamiz.